Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana meni kuzatib turgan tomoshabinlarga o'zimni ishimni tanishtirmoqchiman. O'zim hozir Germaniyaga ishga keldim. Ko'rib turganlaringni katta yuk mashina haydovchisi bo'lib ishga keldim. Shu ishim mobaynida ortish, tushirish, mashinani boshqarish, mashinani yoqish, ish jarayonida qanday qilib smenani ochish, qanday qilib yopish, yukni qanday qilib ortish, yukni qanday qilib tushirish, qaysi yo'llardan yurishlarni ishim mobaynida vaqtimiz yetgancha shu bilganimizcha aytib o'rgatib boramiz. Bu mashina ko'rib turganlaringdek Renault mana uzun pritsepda hozir pritsep va mana bu mashinani o'zi, ya'ni tegach haqida ma'lumot berib o'taman qisqacha bilganimcha. Bu Renault mashina 520 talik yangi vipuska, yangi ishlab chiqarilgan, ya'ni 2025-yil. Bu hali kilometrlajini ham ko'rsataman, yangi hali. Yurgan bo'lsa bir 5000 kilometr yo 10000 kilometr yurgan. Mashina yangi holi, mana holati. Mana bu pritsepi bu standartdan biroz uzunroq. Ya'ni mana shu 180 santimetri 180 santimetr uzunroq. Ya'ni mana shu yerlari uzunroq. Standart pritsep taxminan mana shu yerlargacha bo'ladi, mana shu yerlargacha bo'ladi. Buni mana shu yeri uzun, ya'ni qo'shimchasi bor, uni ko'rib turganlaringizdek. Orqasida qo'shimcha tirgaklari bor, lapalari bor. Yana qolgan hamma narsasi deyarli bir xil. Ana o'sha orqasida uzun pritsepda bildirayotgan yozuvlari ham bor. Orqasida faqat mana shu yozuvi bildirib turadi, shu uzun pritsepligini. Qolgan hech qanaqa narsasini bildirib turmaydi. Orqadan kelayotgan mashinalar faqat mana shundan bilsa bo'ladi. Mana orqadan ko'rinishi.